Buni hatto muhaddislar ham tasavvur qilmagan. Dunyodagi eng ulkan kran qanday qilib qurilish maydoniga yetib boradi va uning bir kunlik ijarasi qancha ekanligini bilasizmi? Bu haqiqiy temir ajdar 2400 tonna yuk ko'tara oladi. Tasavvur qiling, bu qanday qudrat. Lekin eng qizig'i, u shunchalik og'irki, hatto joyidan qimirlashning o'zi sinov. Bu kran asosan ko'priklar va shamol turbinalarini o'rnatishda ishlatiladi. Ular esa odatda planetaning eng yovvoyi nuqtalarida joylashgan bo'ladi. U yerlarga yetib borishning o'zi oson emas. Loyqa yo'llar, botqoq, tosh, tikka cho'qqilar, birgina noto'g'ri burilish va kranning pastki qismi yerga tegadi. Tikkaga ko'tarilishda esa g'ildiraklar aylanib, u hatto orqaga sirpanib ketishi ham mumkin. Eng qizig'i, bu qudratli mashinaning bir kunlik ijara narxi taxminan $200,000. Endi savol, agar sizda shunday kran bo'lsa, uni qayerda ishga solgan bo'lardingiz? Ko'prikdami yoki tog' cho'qqisidami? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.